Abu Dujona, Uhudning salla o'ragan yigiti. Bir kuni uy vazifalarimni tugatib, xonamda o'ynab yurardim. Onamning bordo rangli ro'moli bor edi. Uni boshimga xuddi salla kabi o'rab oldim. Qo'limga esa yog'och qilichimni tutdim. Ko'z oldimda go'yo Makkaning mushriklari turardi. Kichkina xonam menga Uhud tog'iday tuyulardi. Go'yo men kamonchilar tepaligini himoya qilayotgandim. Xolid ibn Validga yo'l bermayotgandim. Go'yo tarixning oqimini o'zgartirayotgandim. Hamza bilan Musabning shahid bo'lishiga yo'l qo'ymayotgandim. Shu payt xonaning eshigi ochildi. Onam meni terga botgan holda ko'rib, kulimsirab dedi: Yana o'yiningga berilib ketibsan. Men esa o'yinini davom ettirar, hatto onamni ham unga qo'shmoqchi bo'lib derdim. Ayollar, sizlar yaradorlarga yordam bering derdim. Bir payt onam dedi: Bobong seni chaqiryapti, sen bilan gaplashmoqchi ekan. Bir oz nafas rostlab, peshonamdagi terni boshimdagi bordo ro'molga artdim va bobomning oldiga bordim. Bobom meni ko'rib so'radi: Qani nabiram, qayerda eding? Uhudda edim bobo, dedim. U kulib dedi: Mashalloh nabiram. Xo'sh, jang qanday kechdi? Kamonchilar tepaligidan tushishlariga yo'l qo'ymadim. Xolid ibn Validni ham ortga qaytardim. Mashalloh. Boshingdagi bordo ro'mol ham senga juda yarashibdi. Bobom yana kulib: Bilasanmi, bu bordo ro'mol menga juda alohida bir kishini eslatdi. Kimni bobo? Abu Dujonani. Rostdanmi? Menga ham aytib bermaysizmi? Dedim. Bobom bir muddat menga tikilib turdi. So'ng boshini ko'tarib, biroz g'amgin ohangda hikoya qila boshladi. Uhud jangiga tayyorgarlik ko'rilayotgan edi. Qo'shin saf tortgan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa oxirgi tekshiruvlarni qilayotgan edilar. Bobom shu so'zlarni aytib bo'lganda, men yana xayolimda Uhud etagida edim. Boshimda onamning qizil ro'moli, qo'limda yog'och qilichim bilan mag'rur qadamlar tashlab yurardim. Uzoq qo'llaridagi qilichga qarab, "Bu qilichni kim oladi?" dedilar. Sahobalar bir ovozdan "Men" deb javob berishdi. Faqat uning haqqini berish sharti bilan deganlarida ko'pchilik biroz ikkilanib qoldi. Ammo Abu Dujona hech ikkilanmay oldinga chiqib, "Men uning haqqini beraman" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilichni unga berdilar. Abu Dujona qizil matoni chiqarib boshiga salla qilib o'radi. So'ng qilichni sug'urib, mag'rur qadamlar bilan oldinga yurdi. Uning qizil sallasi o'limga tayyorgarlik belgisi ekanini ko'rganlar mushriklarga achinishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uning yurishini ko'rib, "Bu yurish faqat jang maydonida go'zaldir" dedilar. Abu Dujona o'sha jangda qilichning haqiqiy haqqini berdi. U qilichi sinib ketguncha jang qildi.